Mana shu savolni deyarli har bir ota-ona beradi. Bolani urmasdan ham tarbiya qilsa bo'ladimi? Qanaqa qilsak bola bitada tushunadi deydi. Bola hech qachon bitada tushunmaydi. Chunki biz kattalar ham bitada tushunmasligimiz mumkin. Bola qanday qilib bitada tushunadi? Gohida biz bolaga tushunarli qilib gapirayapman deymiz-u, lekin ichimizda o'ylayotgan gapimizni juda qisqa va juda ham noto'g'ri so'zlar bilan ifodalab qo'yamiz. Masalan, jim o'tir. Bola jim o'tirish deganini u tushunmaydi. U gapirmasdan jim o'tirishim kerak deb tushunadi. Lekin biz aslida unga to'polon qilmasdan darsingni qilib o'tir degan gapni nazarda tutayotgan bo'lishimiz mumkin. To'g'rimi? Demak, bola oxirigacha tushunmagani uchun u 1 soniya jim o'tiradi, 2 soniya jim o'tiradi, qanchaga kuchi yetsin. Biz kattalar jim o'tira olmaymiz-ku, nimadir deb devoramiz, nimadir ushlab yuboramiz, qimillab yuboramiz. Demak, biz bolaga har bir vaziyatni bolaga tushunarli tilda gapirishni boshlasak, bola bizni tushunishni boshlaydi. Ana undan keyin bola qilish va qilmaslik o'rtasidagi tanlovni to'g'ri qo'yadi. Agar biz boladan to'g'ri tushuntirish orqali to'g'ri tanlovni olsak, kaltakka hojat qolmaydi.